Hurmatli matbuot anjumanimiz ishtirokchilari, matbuot anjumanimizning ikkinchi qismida Mashal jamoasi bosh murabbiyi Otabek Nazarboyev ishtirok etmoqda. Otabek, avvalo bugungi o'yin haqida fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, bu o'yinga tayyorgarlik jarayoni, futbolchilardan kutilgan holat va yakundagi natija bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. O'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. O'rtada o'sha FIFA kunlari Dinamo bilan o'rtoqlik o'yinlarini tashkillashtirdik. Undan keyin bugungi o'yinga kelsak, boshida yaxshi boshladik. O'zimizda momentlardan foydalandik. Avtogol bizani o'yinimizni buzib oldi. Savollar bo'lsa marhamat. Siz oldin 19-21da ishlagansiz. Bu hozir Mashalga qandaydir oqlanmayapsizlar. Siz oldin yoshlar bilan ishlagansiz. Hozir bu asosiy tarkib o'shanga sal emasam bilar. Yoshlar jamoasida 19-20 Qaynalyapsizlar. Bunda yo tajriba yetishmayapti. Qaynalyapsizlar. Yoshlar 19 bilan ishlagan paytimizda ham yaxshi ishlaganmiz. O'rinbosarlar bilan ham yaxshi, to'g'ri savol. Bu futbol shundan iboratki, agar futbolchi jon jahdi bilan har bir ochko uchun, har bir to'p uchun kurashmasa, u qaysi trenerni qo'ysangiz ham foydasi yo'q. Agar siz noto'g'ri ishlayotgan bo'lsangiz, to'g'ri ishlayotgan bo'lsangiz, noto'g'ri qayerdadir noto'g'ri tushuncha berayotgan bo'lsangiz, agar futbolchilar tushunmayotgan bo'lsa, bu yerda mag'lubiyat hammasini o'z bo'yingizga olishingiz mumkin. Lekin siz mashg'ulotdan tashqari har bir futbolchini, har bir pozitsiyasini siz tushuntirib berasiz. Qancha vaqt uydan uzoqdasiz, qancha mehnat ketadi. Lekin futbolchilar chiqib jon jahdi bilan mehnat qilmasa, ko'zi yonmasa, yoshlarda unaqa emas. Yoshlarda hech narsa o'xshamasa ham jon jahd bor edi. Ko'z yonardi futbolchilar. Shu yerda men aytmayman, bu yerda men ishlamayman yoki bo'ynimga ololmayman bu narsani. Chunki futbolchilar agar jon jahdi bilan o'ynasa, bu yerda qaysi murabbiy bo'lsa ham rezultat bo'ladi. Mashal yaxshi klub, yaxshi futbolchilar yig'ildi. Lekin faqat yaxshi futbolchilar bu yaxshi o'yin degani emas. Yaxshi o'yin o'yna olmagan kunlaringiz ham sizda mas'uliyat bo'lishi kerak. Klubga qarshi, o'zingizga qarshi, jamoangizga qarshi mas'uliyatni his qilib, jon jahdingiz bilan polaga mehnat qilsangiz, bir-biringizni qo'llab-quvvatlasangiz, bu o'zidan o'zi keladi, g'alaba keladi. Lekin siz mehnat qilmasangiz Xudo bermaydi. Kim ko'proq xohlasa, yutuqni ko'proq mehnat qilsa, ko'p xohlasa shunda bo'ladi rezultat. Men shunday deb o'ylayman. Bu yerda murabbiy hamma vaqt o'zimizni oqlolmaymiz. Qayerdadir mag'lubiyatni o'z bo'ynimizga olamiz. Lekin bu yerda futbolchilarning bunga qarasha, bizga qarasha namusi bo'lishi kerak. Klubga o'zini mehnatiga yarasha mas'uliyati bo'lishi kerak. Mas'uliyat bo'lmagan joyda o'sish bo'lmaydi. Men shunday deb o'ylayman. Birinchi ochiq faqat mehnat, qancha ko'p mehnat qilish kerak. Jonimizni berish kerak. Futbol qanaqa? Futbol jon bermasangiz kim sizga 3 ochko beradi? Rezultat beradi. Agar mehnat bo'lmasa, u trener olib kelmaysizmi? Boshqa joylardan farqi yo'q. Shu. Otabekki bilinyaptiki, o'sha gapingizdan futbolchilar Superligada qolishni xohlamayapti mazmunda bo'lyapti. Demak, shunaqa futbolistlar ham asosiy tarkibda bor. Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Bilmaymiz. Biz harakat qilyapmiz, bolalar bilan, futbolchilar bilan gaplashyapmiz, individual gaplashyapmiz. Nima uchun bunaqa? Может, qayerdadir nimadir o'zgartirish kerak. Lekin siz qancha mehnat qilsangiz, mehnatingiz hozir yetmasa, bu juda alamli bir tomon. Lekin mehnat qilmasdan yutqizsangiz, uni aytsangiz bo'lardi-da. Bu yerda men aybim bor. Bu hamma aybni o'z bo'yingizga olmaydi. Lekin shijoat ko'rmasangiz, mehnat ko'rmasangiz, ko'z yonmasa qanaqa futbol? Nima qilib qaysi qanaqa futbolga kirish mumkin?
Shu jamoaviy o'yinda parokandalik bo'layotganligini qaysi o'yinlardan keyin уже his qilib, xulosa qilib, tahlil qilib bilib oldingiz? No, jamoada parokanda yo'q. Parokandalik degan narsa yo'q. Jamoa muhit ichki har tomonlama yaxshi. Rukovodство tomonidan oyliklar, o'sha yutuqlarni, premiyalar hammasi vaqt-vaqtiga. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Rahmat aytamiz rukovodstvoga. Yuqoridagilarga katta bizga e'tibor qaratyapti. Men o'ylamayman parokandalik. No, bu yerda o'z futbolchilarning o'zi bu vaziyatdan o'zi chiqib ketishi kerak. Ular ko'proq xohlash kerak. Men har murabbiy nimani xohlaydi? Har o'yinda yutuq xohlaydi. Qaysi murabbiy yutqizishni xohlaydi? Bu har bir yutuq men uchun qancha qiyin bilasizlarmi? Bu o'yin iloji yo'q. Futbolda bir bo'lagi mag'lubiyat bilan g'alaba yonma-yon hammasiga tayyor turish kerak. Biz bu sohani tanlaganimiz oson bo'lmaydi-da. Qancha haqoratlar eshitasiz, qancha gap so'zlar yo'q joyda. Baribir biz ishonamiz, Allohga tavakkal qilamiz. Biz oxirigacha kurashamiz, oxirigacha kurashamiz. Baribir o'z so'zimizni aytamiz. Meni fikrim shunaqa. Yana futbolchilar bilan gaplashib olamiz o'yindan keyin. Hech qanaqa bu yerda parokandalik yo'q. Shu bugun urilgan gollarning uchalasi ham chap qanotdan bo'lgan yurishlar orqali amalga oshirildi. Shu zaxira o'rindig'iga murojaat qilganingizda shu jihatga e'tibor berdingizmi? O'sha xatolarni evaziga biz Muhammad Aliqulovni birdaniga zamina qilib o'sha zonamizni yopdik. Endi bu futbol, men o'ylayman ikkinchi golimiz bo'lmaganda biz ikkinchi taym boshqacha o'ynardik. Biz ikkinchi goldan keyin ozgina o'yin uslubimizda ikkita hujumchi bilan boshladik. Gol urmasangiz g'alaba bo'lmaydi. Biz uchun nechinchi o'yin gol ura olmayapmiz. Bu ham bir futbolning bir anisi. Otabekga Hakim Fuzaylov murabbiyligidagi Xorazm, Asror Aliqulov murabbiyligidagi Mashalga ham va siz murabbiylik qilayotgan Mashalga ham 3 ta gol urgan. Javob turishdi. Bu o'sha o'z aytganingizdek futbolchilarni aynan shu o'yinga bo'lmagan ishtiyoqi, ya'ni mas'uliyatsizligidan. Yo'q, men bunday deb o'ylayman. Birinchi guruhda qanaqa holat bo'lganini bilmayman. To'g'risi, chunki u yerda men bo'lmaganman, Asror aka bo'lgan. Birinchi guruhdagi savolingizga men javob bera olmayman. Ikkinchi guruhda men ko'rdingizlar, biz o'sha avtogol qo'yib olganimiz, ikkinchi golni oxirgi birinchi taymni oxiriga qo'yib olganimiz bizga o'z rejalarimizni buzib tashladi. Oxirgi savol, ikkinchi davr boshida, ya'ni jamoaga jalb qilingan Nuriddin Nuriddinov bor, Alay jamoasidan. Uni zaxirada qolib ketishi, o'yinga hatto zaxiradan tushmasligi. Bu unda mahorat yo'lmadan yetishmasligidan. Yo'q, bunday deb o'ylamayman. Shu hozirgi holati o'sha Murod Faxror bilan konkurensiya qilgan joyda Murod Faxrorga yutqizyapti. Shu uchun ko'proq zaminaga qolib ketyapti. U yaxshi futbolchi, ozgina harakat qilish kerak, ishlash kerak. Yordam beradi nasibsiz. Iyi bo'ylar. Rahmat. Otabek aka, o'sha Xorazm bilan Mashal futbolchilarini saviyasidan kelib chiqib, ularni baholansa, murabbiy sifatida ikkala jamoaning o'rtasida katta farq sezasizmi? Yo'q, sezmayman. Chunki bizning futbolchilar kuchli ularga nisbatan. Men shunday fikrdaman, o'zimning fikrim, o'zimning qarashim, men bu futbolchilarning ko'pini bilaman. Meni o'zim ko'rishim, bular katta iqtidorga ega. Lekin hozirgi kunimizda bu qoniqtirmaydi. Lekin biz o'rinimiz Xorazm yaxshi jamoa shakllantirgan, lekin baribir har bir murabbiy o'zining futbolchilariga ishonadi. Shuning uchun bizning futbolchilar har bir jamoadan kuchli deb o'ylayman. Rahmat.